Assalomu alaykum, xayrli kech, mani bir-biridan go'zal opa-singillarni va nihoyat men sizlarga bismillah deb mana Hermes'ni obzor qilib bergim keldi. O'zim reklama ham oldik, lekin o'zim живой obzor ham qilib bergim keldi. Qaranglar, ichidan komplektimiz ichidan mana shu kojani sumkaning ichidan shunaqa 6 ta sochiq chiqadi. Banni, yuz, oyoq sochiq. Bu degani 2 juft degani 6 ta общий и pastelni nabor. Pastelni naborda nalichka, pododyanniy, prosina и albatta 2 ta xalat. Xalatni ko'ryapsizlarmi qizlar? Haqiqiy bambuk. Momiq emas, razmerlari ham katta, kichik, murskoy, женский и materiali ham вообще zo'r. O'zingina chizadan tushib turadigan xalat. Unaqa prostoy xalatchalardan emas. Endi pastelga kelsak, pastelimiz haqiqiy satin qizlar. Toza super satinni ham ipekligi deydimi? No qo'yingki, juda ham bebaho, asl premium kачестводagi pastelimiz kelgan. Mana nachkalar chekkalan qaranglar qizlar. Voy xudo, shunaqa kачествоsi zo'r. Ayniqsa mana sumkasi alohida tema qizlar, qaranglar, kojinli sumka. Buni mana ko'ringlar, kojinli sumka, baquvvat sumka. Buni massa qilib boshqa narsaga, bizda nima ayollarda nima ko'p kiyim-kechiga bir narsalar yig'ishtirib qo'ygimiz keladi yo qayergadir sayohatga ko'p chiqamiz, bir joylarga boramiz. Shunga ham aynan modda. Pastelni mazza qilib ishlatasizlar, sumkasini ham keyin ishlatib yurasizlar. Qizlarga sepka solgani ham, o'zlaringiz ishlatgani ham haqiqiy 2026 yangilik tovarimiz shu.